Amerika Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga chetishliq 8 texnika shirkatiga jazo berishni qaror qilganligini e'lon qildi. Amerika Moliya ministrligi Xitoyning dunyodagi eng chong dron, ya'ni uchquchsiz aeroplan ishlab chiqarish korxonasi DJI, ya'ni Shenzhen Dajiang kashfiyot cheklik shirkatini o'z ichiga olgan, yana 8 shirkatni Uyg'urlarni nazorat qilishga qatnashganligi sababli qora tizimga olgan. Ma'lum bo'lishicha, Moliya ministrligi bu shirkatlarning mahsulotlarini cheklab qolmay, ularga mablag' oqtirishni cheklagan. Rossiya prezidenti Putin va Xitoy prezidenti Xi Jinping bir soatdan ko'proq davomlashgan sinf yig'inining axborotga ochiq qismida taratqularga so'z qildi. Putin ikki taraflik munosabat haqida to'xtalib, bu munosabatlarning 21-asrdagi davlatlararo hamkorlik jihatda ulgulik ekanligini o'tirib qo'ydi. Xi Jinping bo'lsa dunyoning zo'r o'zgarish davriga qadam qo'yganligini bayon qilib, Xitoy-Rossiya munosabati har xil qiyinchiliklardan qutulish va qayta nafas olishning kuchini namoyon qildi dedi. İlgilenishicha, Litva Xitoy bilan bo'lgan Tayvan ziddiyatidan keyin Beijingdagi bosh elchixonasini taqib etgan. Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida Litvaning Beijingdagi diplomatiya o'makining maslahat so'rash uchun qaytarilganligi va elchixonaning faoliyatini yiroqdan davomlashtirganligini bayon qilgan. Amerika Avam palatasi Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligiga doir isbotlar asosida Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga import qilinishini cheklaydigan qonun loyihasini tasdiqladi. Oqsaroy bayonotchisi Jin Psaki oldingi kuni e'lon qilgan bayonotida Bayden hukumatining bu qonun loyihasini qo'llaydiganligini bildirgan edi. İran Tashqi ishlar ministri Hüseyin Amir Abdullahyan Xalqaro atom energiyasi organi bilan yaxshi kelishim hosil qilganligini aytdi. Xalqaro atom organi o'rtasida uzun muddat suhbatlashish natijasida Eronning kirik yadro aslahalaridagi faoliyatini tekshirish va nazorat qilish uchun ishlatilgan kamera sistemasini qayta qurish to'g'risida kelishim hosil qilganligini xabar qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi ministr Antony Blinkenning vakillar o'makidagi bir kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi sababli uning Sharqiy Janubiy Osiyo safarining yarim yo'lda uzilib qolganligini aytdi. Antony Blinken Indoneziya va Malayziyada ziyoratda bo'lgandan keyin payshanba kuni Bangkokda Tailand amaldorlari bilan ko'rishmoqchi bo'lgan, ammo ziyoratning bu oxirgi bekiti amaldan qoldirilgan. Belgiyada Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishlarni ayblaydigan qonun loyihasi Valoniya Beryosel Federatsiya parlamenti umumiy ishlar komitetida ma'qullandi. Bu haqda e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. Bu qonun loyihasi Xitoy doiralarining Uyg'ur xalqini bostirishini imkon qadar qattiq ayblashni maqsad qiladi. Shuning bilan bir vaqtda Belgiyaning har qaysi hukumatlarini Xitoy hokimiyatining qurilishiga qarshi texnik keskin harakat qilishga ilhomlantirdi.